Bir ko'zda minus, ikkinchisida plus bo'lsa, lazer yordam beradimi? Albatta. Ikkala ko'zda ham lazer uskunasi bilan minusni ham plusni ham olib tashlasa bo'ladi. O'zi qanaqa holatda minus plus bo'ladi, Shavkat aka? Doim ko'zlarchi o'zi umuman olganda odamlarning ko'zlari har doim bir xil bo'lavermaydi. Juda ham kamdan kam holatda bir xil bo'ladi. Ko'pincha 97-98% holatda, deyarli даже 99% holatda u yoki bu minus yoki astigmatizm graduslari farq qiladi. Shunaqa bemorlarimiz bor, даже ikkala ko'zi ikki xil bo'lishi. Bittasi sog'lom, bittasida faqat minus yoki bittasida astigmatizm yoki minus bilan astigmatizm qo'shilib kelgan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda siz aytgandek yo bitta ko'zida вообще plus bo'lishi mumkin, ayrim holatda ikkinchi ko'zida minus ham bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda anizometropiya deyiladi. Bor shunaqa tashxis, to есть har xil ko'zda. Ularga ham bemalol lazer korreksiyasini amaliyotini bajarsa bo'ladi.